Jag köper hela pannan till Yüzde bir ilan. %1 ilan. Tek keşfedildi. Moyakdan yer orta çıkışta yani cinsi azalanma rivojlanishi va nuqsonlari. Rejam jinsi normal rivojlanishi, moyakning tushmay qolish sabablari va yuzaga yig'ilgan kasalliklar, keyin homilani jinsiy a'zolarining nuqsonlari bor. Tashqi jinsiy a'zolarni rivojlanishi bo'lmasa, homila shu 6 haftalik bo'lganda shu tananing shu pastki qismidan shu dum suyagining qarshisidan shu jinsiy a'zolar rivojlanib boshlaydi. Keyin 8 haftaligida esa shu jinsiy a'zo teshigi paydo bo'ladi va atrofida shu tanassiz a'zolar paydo bo'lib boshlaydi. Buni shu yangi teshikni ustki tomonda shu do'mboqcha hosil bo'ladi, keyin ikki yon tarafida esa burma hosil bo'ladi. Bu shu do'mboq bilan shu burmalari atrofida jinsiy bo'lish paydo bo'lib boshlaydi. Shu pushta dastlab ikki ichki va tashqi jinsiy a'zolar paydo bo'lib boshlaydi. Keyinchalik esa ular erkak yoki ayol jinsiy a'zolaridan bo'linadi. Keyin 4-haftasida shu birlamchi buyrakning ichki tomonida joylashgan bo'ladi. Keyin 5-haftasida esa mezonafil nay yonida esa paramezonafal nay hosil bo'lib, sibik tanaffus bo'shliq hosil bo'lib boshlaydi. Keyin 7-haftadan kelsa jinsiy beza moyaga va tuxumdan aylanib boshlaydi. Moya hosil bo'lsa mezonafal nay erkak jinsi. Keyin ayollar tuxumdan hosil bo'lsa paramezonafal deb aytiladi. Endi moyak bo'lmasa bu testis deb aytiladi. Normal sharoitda homila rivojlanish davrida qorin bo'shlig'ida hosil bo'lib boshlaydi. Keyin esa homila davrida esa shu o'z joyina borib turadi. Shu homila rivojlanish davrida shu moyak, ya'ni testis shu qorin bo'shlig'ida paydo bo'ladi. Keyinchalik esa shu homila rivojlanish davrida qorin bo'shlig'idan tushib, yana shu o'tiring bor, yana. Yana homila rivojlanish davrida 6-8-haftasida shu qorin devoni orqa devonida ichki tomonda joylashgan bo'ladi. Keyin 12-haftasida kelsa moyak pastki tomonga tushib boshlaydi. Keyin 28-haftasida kelsa qovuq oldiga tushib boshlaydi. Keyin 32-haftasida kelsa moyak sohasidan yorug' tomonga o'tib boshlaydi. Keyin 35-haftaga kelsa moyak yorug' ichiga yetib keladi. Keyin tug'ilganga qadar yoki tug'ilgandan keyin birinchi haftalar moyak to'lib yorug'ga tushib qoladi. Keyin moyak tushmay qolish sabablari bor va ularning kasalliklari bor. Endi birinchisi kriptokrizm bo'ladi. Bu moyak yorug'ga tushmay qorin bo'shlig'ida yoki chanoq sohasida qolib ketadi. Keyin ektopik moyak bo'ladi. Moyak noto'g'ri joyda qolib ketishi hisoblanadi. Yoki qorin bo'shlig'ida chanoqda shunda to'lgandan keyin shunda qolib ketadi. Keyin moyak atrofida, ya'ni moyak yetarlicha qon tomirlari bilan moyak yetarlicha shu qon tomirlari bilan ta'minlanmaganligi sababli kichrayib qolishi yoki nuqson bilan tug'ilishi. Kuchlik moyakning noto'g'ri joylashishi, keyin sperma ishlab chiqarishning salbiy ta'siri qiladi. Arxit yoki o'sma xavfi. Keyin bunda hipsapsodiya, keyin siydik yo'lini teshigi normal joyda emas, balki pastroqda joylashgan bo'ladi. Keyin hipsapsodiya siydik yo'lini teshigi noto'g'ri joylashgan bo'ladi, keyin siydik chiqarishi qiyinlashishi sodir bo'ladi. Keyin
testicular digenezia, ki moyaklarni Diskinezia. Bunda şu Klinefelter sindromu saklışı mümkün. Bunda erkeklik cinsi kromosomani X kromosom bitta köpayib ketishi sabab vardı. Bu holatda moyaklarning kechayib qolishi va testosteron kam bo'lishini olib keladi. Ayollarning ichki jinsiy a'zolari hosil bo'lishida shu ayrim o'zgarishlar sodir bo'lib turadi. Ya'ni bunda shu paramezoferal kishida o'zgarishlar ro'y beradi. Bachadon va kun anomaliyalar vujudga kelib boshlaydi. Bularning kasalliklari bo'lgan. Ya'ni to'siqli bachadonni misol qilish mumkin. Bunda bitta bachadon bo'shlig'i to'siq bilan bir-birini a'zolgan bo'ladi. Bachadon ikkita Ha? Yani ikki shoxli bachadon bo'ladi. Bunda o'sha bachadon tubi ikki shox ajralgan bo'ladi. Keyin mustaqil ikkita bachadon, bunda shu ikkita bachadon va ikkita kun holatda bo'lishi mumkin. Xulosa shu. Moyakni yig'ilib tushmay jarayonlar muhim fiziologik jarayon bo'lib